Hech qachon Ruqayya ismli insonni aldamang. Sababini bilsangiz, hoziroq unga bu videoni yuborasiz. Ruqayya tashqaridan o'ta sokin, muloyim va nafis ko'rinadi, lekin uning ichida haqiqiy vulqon yashiringan. U o'zining dardi va charchog'ini hech kimga bildirmay, hammaga kulib boqadigan, ruhan eng baquvvat insonlardan biridir. Ular biroz qaysar, ammo bu qaysarlik faqat adolat va o'z qadriyatlari uchun. Sevgidachi, Ruqayya agar chin dildan sevsa, siz uchun butun dunyoga qarshi turishga tayyor. Uning sadoqati cheksiz, mehri shunchalik issiqki, sizni har qanday yomonlikdan asraydi. Ammo uning ishonchini bir marta yo'qotsangiz, uni qayta tiklash imkonsiz. U jimgina ketadi va hech qachon ortga qaramaydi. Arab tilidan tarjima qilinganda bu ism nafis, yuksalish va sehrlovchi degan ma'nolarni anglatadi. Tarixan bu ism egalari o'ta sabrli, go'zal va o'zining sof qalbi bilan har qanday insonning qalb qulfini ocha oladigan ilohiy kuchga ega bo'lishgan. Ularning yonida doim xotirjamlikni his qilasiz. Hayotingizda shunday farishta misol Ruqayya bormi? Bu videoni hoziroq unga yuboring. Ruqayyalar, shu gaplar rostmi? Izohda o'zingizni ko'rsating va keyingi video qaysi ism haqida bo'lishini yozib qoldiring.